Assalomu alaykum Chorva vodiyda ashaddiy obunachilar. Akalar, videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib turinglar. Akalar, Qirg'izistonda 5 kegini yuragini sug'urib kelgan qo'ylarni oldiga kelganmiz akalar. Xudo xolasa buni to'liq ma'lumotini egasidan bilib berishga harakat qilamiz. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib, obuna bo'lib turinglar. Narxini arzon qilib beraman dedilar aka. Assalomu alaykum Chorva vodiy ashaddiy obunachilari hamda YouTube'da bizni muntazam kuzatib boruvchi akalar. Bugungi akalar biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shovon mahallasida mana shunday yirik qo'y fermaga yetib kelganmiz akalar. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, podpishkani berib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirib tursalaring akalar. Bugungi kattagina qo'y fermaga yetib kelganmiz akalar. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Puli yengillardan ham chiqib oladi. Abduqahar akamizni katta qo'y fermalariga yetib kelganmiz akalar. Ularning shogirdlari Ibrohimdan bularni to'liq ma'lumotini berishga harakat qilamiz akalar. Videoni muntazam oxirigacha ko'rib turinglar. Qo'ylarning zo'rlari, faqat sariqlari chiqadi akalar. Ibrohim, Assalomu alaykum aka, sizsiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshimi? Yaxshi. Akalar, kanalni yaxshilab qo'ylar zo'r qo'yirsan, Qirg'izistonda Bishkekdan 90 sm arashan qo'ylarni olib kelganmiz. Qirg'iziston Bishkekda xudo xolasa yirik qo'ylar yetib kelibdi akalar. Hammasi qo'chqor. Qo'chqor aka, xudo xolasa hammasi qo'chqor. Yeb ichlari, soliklari Xudo xolasa yaxshi. Biz olib kelib sinab ko'rdik. Mana xudo xolasa sinovdan o'tgan variantda olmoqchi bo'lgan ko'pkalarimiz uchun xudo xolasa mana. Son nechi bosh bilan? Son aka birinchi partiyamizga 10 bosh. Soni birinchi partiyasiga akalar 10 bosh. Bularni endi ma'lumotini bersak, qisqa va lo'nda qilib beramiz obunachilarimiz uchun. Xudo xolasa aka, biz mana shu Chorva vodiyda birinchi marta chiqishimiz aka. Xudo xolasa qo'ylarni yaxshisini olib kelib, obunachilarga zo'r qilib beryapmiz aka. Birinchi chiqishimiz aka, like ni bosinglar, tepasida obuna tugmasini bosib qo'yinglar aka. Agar yaxshi qo'ylar bo'lgan bo'lsa, otangga rahmat deb kommentariy yozib ketinglar, narxlarni arzon qilib beramiz. Narxlarni arzon bo'ladi. Xudo xolasa arzon qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha imkon qadar arzon qilib beraman dedilar akalar. Xo'p, soni 10 dona, yerdan balandligi bo'ylari. Nechiga beramiz? Bo'ylari 90 sm, 85 plus minusga beraman obunachilarimizga 5-4 sm bonus bo'lsin. Bonus bo'laveradi. 85 dan pasti yo'q aka. 85 dan past Kelib yo'q. o'lchab olaman deganga ham o'lchab beraveramiz aka. Xudo xolasa akalar mana borganda ham uyoltirib qo'ymaydigan variant bilan yirik qo'chqorlar ekan lekin. Xo'p, hammaga buni narxida qo'ylar gap yo'q. Xudo xolasa hammasi ham badani yaxshi, bo'ylari ham o'zi 90 sm qo'ylar akalar, kichkina qo'y bo'lmaydi. Xotirjam uydagi qo'ylaringga solishtirib, zakaz qilsalaring, xudo xolasa bitta ikkita ham sotishadi. Telefon qilasizlar, pastda nomerlar qoldiramiz. Bular narxi necha puldan bularni? Aka 5 million 700 da hammasini bitta terga tortdim deganga dastakasini qilib beraman. 5 million 700 mingdan. 5 million 700 ming. 5 million 700 ming so'mdan qarang. Akancha atilni bo'ladiganini ayting. Aka kanalda yangimiz. Kanalda yangisiz. Xudo xolasa bu Arzon birinchi qo'ysangiz, xudo xolasa 1 soatga qolmasdan tugaydi qo'ylar. Xudo xolasa shuna sotib. Aka like bos, kommentariyaga yozib qo'ydim deysiz, yana yuzda o'taman. 5 million 600 dan ketdi mana. 5 million 600 dan. 5 million 600 dan dastakasini o'ylashmasin. 5 million 600 ming so'mdan ham yaxshi lekin. Obunachilarga kanalda yangisizda maqsad sotish buni, to'g'rimi? Reklama qilish emas. Aylantirib tez keladi, tez ketadi qo'ylarga. Buni bo'ladigan akancha atilni summasini ayting buni endi. Oxirsini aytaymi aka? Oxirsini ayting. Bitta gapiraman, boshqa gapiring. Gapiring. 5 million 500 mingdan dastakasini yetkazib beraman. 5 million 500 mingdan. Olsin obunachilarga Men ham bitta arzon gapiraman. Mahkamat 5 million 400 ming so'mdan berishadi, yana o'zlariga chiroyli xayri kamini o'tib beradi. Undancha bizga bunaqa holat. Va 54 dan ham yaxshi, lekin Bo'pti, keyin mana shu obunachilarimizga 5 million 400 dan 5 million 400 ming Terga so'mdan. tortdim desa, jichapcha xayrini qilib beraman. tanlab olishgachi? Tanlab olsin 5,5 dan tanlab ol. 5,5 million so'mdan. 5,5 Barakasi million. desa akalar. 5 million 500 ming so'mdan xohlang, tanlab oling, optimaling 5 million 400 ming so'mdan. Lekin hammasini bir joyga olgan odam buni yutadi. Nimaga desalaring,
toshtaronsiga ham kelaveradigan variantidan oz-moz yemini berib tursalaring, bular 1 metrdan 150 kilo, 200 kilo vazn beradigan qo'ylar akalar. Bo'lmasa biz ikkinchi partiyalarga navbatni beraveramiz akalar. Obunachilar, mana ikkinchi partiyalarimizga soni ko'proq, xudo xolasa puli oz-moz yengilrog'ida olmoqchi bo'lgan obunachilarimiz shu mana bir qator bitta-bitta ko'rib olaverasizlar akalar. Like arsa bitta like mixlab qo'ying aka, xudo xolasa hammamizga nasib qilsin mana shunaqa. Qirg'izistonning qo'chqorlaridan boqish hammamizga nasib qilsin. Xudo xolasa akalar. Hop, Ibrohim buni soni nechta? Soni 35 dona. Hammasini yuzi tiniq ekan, ha, jonivorlar, ha. Emas, Qirg'izistondan yetib kelgan. Qirg'iziston 5 ga yetib keldi. Xudo xolasa yuzlari ham o'ta tiniq ekan. Hammasi sariq mana. Akalar bir qator ko'rsalarning qo'ylardi mana. Tuloda xotirjam yegan, oz-moz qolgan, lekin bundan bu yog'iga xotirjam kunlar chiqib qoldi mana. Yemini berib tursalaring, tuloga kelgan hammasi akalar. Lekin yuzlari ham o'ta ham tiniq ekan, ha buni. Xudo xolasa aka, qo'ylar zo'r. Cho'tki hozir. O'zi zo'r narxda bo'lyapti aka. Akalar narxida qo'ysam ham hech farq qilmaydi aka. Farq qilmaydi, to'g'ri, lekin oz-moz mayli maqsadingiz sotishda Maqsad mana sotish aka. reklama qilishmas. Bo'ladigan summasini aytsangiz, xudo xolasa telefon qilib narxlarni yengil qo'yapman. obunachilar bizni obunachilar tomosha qilib o'tiradigan obunachilarimiz, xudo xolasa oladigan o'zimizga o'xshagan jaydar obunachilarimiz mana. Aka mana bitta ortimsa bor-ku. Mana 5 million 400 ming so'mlar shunday olsin. Qo'ylar o'zi yengil o'lyapti. Akalarda hech qancha farq qilmaydi aka. 5 million 400 mingdan. 5 million 400 ming so'mdan. Endi birinchi partiya 54 dan bo'ldi. Bunga 4,5 dan berishadi. Yo, unda qara, o, bizga anchanda. Ko'p so'raverdim, ha. Bo'ldi 48 dan berishadi. Yo. Bitta aytaman aka. Og'irini aytaman. Ayting. So'rashmaydi. 5 million 100 ming so'mdan optimaga ketdi. 5 million 100 ming so'm. 5 million 100 ming so'mdan talla olaversin mana. Optim narxda ketyapti aka. 5 million 100 ming so'mni tanlab olsan. Talla olsin. Optim narxda ham 5 million 100 olsin. Endi bunday ta bittamidan 35 tani farqi bo'ladi, to'g'rimi? Bor. Chiroyli qilib o'tib gapiring buni 5 million 100 mingdan. Endi aka kanalimiz yangimiz aka. Qo'ylar yaxshi, like bosdim degan akalarga yana 100 ming o'tdim. 5 million so'mdan oxiri beraman aka, telefon qilsin, jichapcha herini qilib beraman. Dastlabkilar qaygacha bo'ladi? Dastlabki Samarqandgacha bo'ladi aka. Bir tortimsin 5 milliondan. Hammasini bir joyga oldim deyshadi-da, to'g'risi gap. 5 million so'mdan chiroyli oz-moz kamini qilib berasiz. Bo'laveradi. Telefon qilsin, jichapcha o'tib beraman. Bo'ldi. Ish bitmagan ish yo'q, ha? Bitmagan. Barakasini bersin akalar. 5 million so'mdan zo'r narx bo'ldi akalar. Mana xudo xolasa bo'ylarini yiriklaridan. Bo'ylar nechiga deb? Bu ham 85 plyusga beraveramiz. Bo'ylar bu ham 85 plyus Plyus bular. 85 plyus Aka, minusga. akalarda hech qancha xiyol farq qilmaydi. Endi arzon kelgan arzon sotasiz. Arzon sotiladi. Arzon sotiladi mana. 85 plyus minusga hisoblaring chiqarib olaverasizlar. Soni xudo xolasa aytdik. O'ta ham bitta katta firma qilmoqchi bo'lgan obunachilarimiz shu mana. 2 ta, 5 ta kuchingiz yetganicha olib tashlab qo'ying, qo'ylardi narxi zo'r bo'ldi. Bittami, ikkitami bitta olsa ham sotaverasizmi buni? Dastlabki deb o'ylanib qolmaydi. Qilsin, kelishamiz aka og'ini. Bo'ldi mana. Bitta ikkita yaxshisini tanlab olaman sizga ham. Video odamman. Bitta ham akalar kelishiladi. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishaveradi. Xudo xolasa telefon qilsa buni bir qator yana o'zingiz отдельный syomka qilib beraverasiz, ha? Xudo xolasa telefon qilib, aka mashq qo'yim kerak desa, отдельно ajratib telefon qilib, YouTube ham rasm yo'q tashlab ham beraveramiz. Mana bir qator o'zlaridan to'liq ma'lumot olib beraverasizlar akalar. Bo'lmasa biz videolarimizga yakun yasadik akalar. Hammani ishiga, chorvasiga Alloh taolo barakasini bersin. Qilayotgan ishlaringni oldiga borsin. Hammani omadini bersin. Ro'za Ramazonlarda charchamanglar.